onasi? Ha. Malohat opam aytgan narsani qilib berdingmi? Men qilmayman. Nimaga qilmading? Bir og'iz qilsang bo'lmaydimi? Begona bo'lmasa qarindoshimiz. Iltimos qildi senga. Nima men qilishim kerak? Ana borsin ko'chadan sotib olsin. Nima meni boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Siz ham faqat qarindoshlaringizga yon bosasiz. Ozgina meni ham o'ylang, menga ham yon bosing. Ana borsin ko'chadan sotib olsin. Oyoq qo'li but-butun bo'lsa, o'zi qilsa bo'ladi-yu. Nima men qilib berishim kerak? Meni boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Xullas qilib bermayman men. Boshimni oshib yotibdi ishlarimni qilishim kerak. Besda qurmanglar meni. Borsan o'zlari sotib olishsin. Tilingni tiysang bo'lardi. Farosatingga o't tushur. Azizlar, men o'zimni uyimga mebel qildirgani, mebelchi Rustam akaga murojaat qilganman. Akam shundoq kelib, juda bir chiroyli mebel qo'yib berganlar. Ko'p joyda mebellarni qimmat etib tashyapti. Akam unaqa emas, insof bilan barakali qilib beradilar, xudo xolasa, maza qilib ishlatasiz. Narxlar qimmat emas, arzon, lekin sifatiga gap yo'q. Mana ko'rasizlar, hozir quyidagi obyektga kelganmiz, mana yangi obyektda, yangi mana shu mebellarni, boshqa turlari ham bor ekan, akril, laminat, MDF, krashin MDF, shponmi degan mahsulotlardan ham sizlarga mebel qilib berar ekanlar, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Rustam aka keling o'zingizdan endi. Mana Rustam akamiz hozir akamizga mebelni menga qilib berganlar. Aka, mebel tayyorlab berasiz. Mabodo chiqsa. Chiroyli qilib beramiz. Siz nomingizdan chiqsa, aka, skidka qilib, inshaalloh qilib beramiz. Xudo xolasa. Hop, bu yoqda yana bir birodar ukamiz borlar. Bu arzon kanal asoschilari. Biz hozir hammamiz birgalikda Rustam akamni videolarini olgan ekanmiz. Samimiy inson ekanlar. Gap yo'q, haqiqatdan tanishganimdan xursandman. Kanalingizga rivoj tilayman. Biz siz bilan doim bo'lganimiz kabi, siz ham biz bilan birgalikda biz bilan bo'ling. Adasi menga pul bering. Nima? Kosmetikalarim tugagan, ertaga keyin o'rtog'imning tug'ilgan kuni borishim kerak. Yaqinda berdim-ku senga pul. Xo'p, uni ishlatib oldim. Yana kosmetika olishim kerak. Oldin safar uyga ro'zg'or qildim. Men senga ro'zg'orlik olgin deb berganim yo'q edi u pulni. Tushunsanmi? Xo'p, uyda oshxonada kamchiliklarim bor-da, oldim o'shalarni. Hozir sharoitim yo'q. To'g'risi, pulim kam. Ozgina pulim qo'ygan, uni ham ro'zg'orlik uchun ushlab turibman amalda. Oylik tushib qoladi nasib qilsa bir hafta 10 kunda. O'shanda olib senga beraman, bo'ladimi? Olasan o'sha kosmetikalaringni. Nima unaqasiz? Ertaga men qanaqa tug'ilgan kunga boraman, kosmetikalarim tugadi deyapman. Erkakmisiz, vazifangizni qiling-da. Qachon men sizdan pul so'rasam, gapingiz menga qaradan boshlab, pulim yo'qdan tugaydi. Nimaga? Mana qarasan, kim bilan gaplashayotganingni unutib qo'yapsan. Xo'p, siz ham ayolingizga ozgina e'tibor bering-da. Men kimdan so'rayman, sizdan so'ramasdan pulni? Men nima qilaman? Bermayman demayman-ku, beraman deyman. Sabrli bo'lish kerakmi? Tilingga erk berib yormayapsanmi? Qachon pul so'rasam, men tilimga erk bergan bo'laman. Dugonalarim erini qarang, hamma narsa qilib bergan. Men sizdan hech narsa so'ramayman, kosmetikamga pul so'rayapman faqat. Mana qarasan, oldindan mana shunaqa tarbiya ko'rganmisan yoki endi o'zgarib menga mana bunaqa xarakteringni ko'rsatyapsan? Ha? Eringga nimaga gap qaytaryapsan? Ne tiklashib gaplashyapsan ering bilan, tushunmayman. Menga qarang, nima ayol kishi jim o'tirish kerak, tili yo'q deganimi? Bori bor deydi, yo'g'i yo'q deydi-da, nima qilishim kerak? Erkakmisiz? Ayolingizga qilish vazifangizmi? Qiling-da. Voy, menga qara, sen nima men bilan bunaqa gaplashyapsan bu ohangda? Eringga tik qarayapsan. Tarbiyani men bitta menga ko'rsatmagan, tushundingmi? Yashasang normalniy yashagin. Nima qilasan, bitta boshimni qotirib, men senga olib bermayman demayman, olib beraman deyman. Men seni o'g'otgan narsangni gapirmayman, undan keyingi gaplaringni gapiryapman. Olib bermayman demayman, olib beraman deyman. Lekin shunday ham maydalashib har xil g'alati gaplar gapirib tashyapsan menga. Sizdagi huquq menda ham bor. Men yerdan chiqqan qo'ziqorin emasman. Erkak kishi gapirib tashlasa, ayol kishi jim o'tirish kerak degani emas. Sen o'rtog'ing bilan gaplashmayapsan, men seni o'rtog'ing emasman, tushundingmi? Bo'rasan, o'rtoqlaring bilan bunaqa ohangda gaplashasan. Tushundingmi? Sen kim bilan gaplashayotganingni unutib qo'ymagan. Erimisiz? Erlik vazifangizni bajarib qo'ying. Tushundingizmi? Menga pul kerak, ertaga qayerdan bo'lsa ham pul topib bering. Eriga tik qarab gap qaytarishni boshlagan ayoldan yaxshi ayol chiqmaydi. Yo uni tarbiyalash kerak yoki o'rnini o'zgartirish kerak. Malika. O Malika. Malika. Nima yotish bu? Nima qilay?
Opamning bolalari kelgan ekan, nega bundoq haydab yubording bolalarni? Menga qarang. Opes bolalariga qaraydigan enaga emasman men, tushundingizmi? Opes menga bolalarini tashlab ketib, anta o'tirish yuradi. Hop 5-10 minut qarab tursang nima bo'lardi? Biron joying kamayib qolarmidi? Ha, kamayib qoladi. Va do'konga borib kelay, qarab turing degan ekan. Sen bolalarni chiqazib o'rgansan ko'chaga sovuqga. O'ylab ish qilyapsanmi sen? Opes do'konga emas, ancha o'tirishga ketdilar. Ular o'zlari o'tirishda Alloh qilib bersin, men ularni bolalariga qaraydigan enagamanmi nima? O opam bor-ku, yozib bir yilda bir martagina iltimos qildi. Har doim kelib seni uyingda mamta bolalarni tashab ketayotgani yo'q. Bolamga qarab turing deb har kun tashab ketayotgan joyi bo'lmasa. Bir martagina iltimos qildi. Men enaga emasman. Uyi rasvo qilib tashaganni qarang. Naryoda kosmetikalarim sindirib tashabdi yosh qizi. Voy, men seni o'rtog'ing emasman, menga mana bunaqa gap qaytaravermagin, tushundingmi? Yo'qmayapman. Yo'qmayapsan. Qaramasdan o'tib ketgan, tushundingmi? Men senga eringga tiklanmagan, eringga gap qaytarmagin deyman. O'zi jonimga tegdi mana bunaqa xarakter ko'rsatishing. Yaxshi ketaman. Bor yo'qol bo'lmasa chiqib ket. Yaxshi, yashamayman siz bilan, tushundingizmi? Yashamasang yashama. Hech qachon meni o'ylamagansiz. Doim o'zingiz o'ylaysiz. Yashamayman siz bilan. Vaqtga ketaman. Yo'qolib ketsin hammasi. Jonimga tegding. Men seni xarakteringni ko'tarib yashashga majbur emasman. Ayol kishi sizga qul emas, uni xohlagan kuyga soladigan, tushundingizmi? Menda ham til bor. Meni yerga kimdir urib, kamsitadigan bo'lsa, uni undan battar qilib tashlayman, tushundingizmi? Uyimga umuman qaytib bormang. Uyingizda yelkamni chuquri ko'rsin. Qaytib kelmayman. Qani ko'ramiz ahvolingizni, men siz qanaqa yashar ekansiz? Yoki opes bolalari kelib qararmikan sizga? Umuman ko'zimga ko'rinmang. Sen urgan qo'llari sinsin. Nima uradi seni? Yo, sen rostdan urdimi? Ha, aka, rostdan urdi. Har doim urardi, sizlarga endi birinchi marta aytyapman. Nega bizga yetmagansan? Bu birinchi urush emasmi? Nima shu paytgacha yetmading bizga? Sizlarni o'yladim. Oilamiz barbod bo'lmasin. Yuzinglarni yerga qaratmang deb hech narsa demayotgandim. Bo'ldi. Ikkinchi bormaysan uyga. Men tirik ekanman, men seni bermayman unga. Xo'rlatib qo'yadigan bolam yo'q. Men seni o'shaning uchun boqib katta qilmaganman. Bormaysan. Hali sirt keladi-yu, maraz. Jag'ini sindiraman. Meni bitta seni muradigan siqirtdi. Mazasini qochiraman hali kelsa. Bo'ldi, bormaysan hech qayerga. Xo'rlatib qo'yamizmi biz seni? Hech qachon. Va shu o'zidan ketibdi-yu. Qizim, seni biz o'zimiz himoya qilamiz, o'zimiz boqib olamiz. Seni hech kimga xo'rlatib qo'ymaymiz. Menga qara. Meni hech kim yo'lsiz qilmagin. Bu yerda onam borlar, akam bor. Sen orqangda turadigan odamlar bor. Rahmat aka. Hech qachon tashab qo'ymaymiz. Bemalol mana shu o'ynab, kulib yurgan. Alo. Assalomu alaykum. Nima telefon qilasiz? Nima telefon qilmayman, sen meni xotinim bo'lsang. Yo'q, endi sizga tushib qoldimi xotiningiz? Agar keyin gap ko'paytirmagin-da. Oilani yarashtirib qilaylik, ketasanmi? Bormayman. Nima? Nima? Meni xo'rlab qo'ygan joyiga men borishim kerak. Yo, seni kim xo'rlayapti? Siz? Nima deb xo'rladim men senga? Men senga ortiqcha gapirayotgan bo'lmasam, hech kim senga ortiqcha gapirmayapti. Umr davomida bir martagina iltimos qilyapti. Sen bo'lsang, eringga gap qaytarib, eringga tiklanib gaplashyapsan. Eringga tinmay gapiryapsan, boshqacha qilyapsan. Emasmi bu? Nima qilishim kerak? Ayol kishi endi bitta gapdan qolish kerak ekan deb xohlagan kuyingizga solsangiz ham jim o'tirishim kerakmi? Hech qachon. Meni borim shu. Menga qara, qachon tiling tiysan o'zini? O'sha jonga tegdi. Qachongacha eringga mana gap qaytarmoqchisan? Sen qilayotgan ishlaringni men gapiraman. Mana opamga qaramagan, opamning bolalariga qaramaganing yoki Mahmud opaga telefon qilmaganing yoki bo'lmasa narsalarga gapirmayman. Sen o'sha ishlardan keyin ham eringga tik qarab gapirib gap qaytaryapsan. Bu men seni eringman. Sen nima menga gap qaytarasan? Yo'q, men ham sizning xotiningizman. Qachon siz meni hurmat qilishni o'rganasiz? Kim seni behurmat qilyapti? Kosmetika deyapsan, olib bermayman demadim, olib beraman. Onasi azizga sabab qildi. Bir hafta kundan keyin olib tushadi dedim. Mahmud opani ham ishini aytdim senga, shuni shundoq qilib bergan edim. Shu opa ham senga bir yilda bir martagina iltimos qilyapti. Ana opamning bolalari bo'lsa, oyda yilda bir marta kelsa keladi, bo'lmasa shuncha payt seni bezovta qilmaydi. Bir martagina kelib turib, qarab turing,
Keling deb yarim soat, 1 soatga iltimos qilsa, sen yana vaqtda baqir-chaqir qilib haydab yuborgansan. Siz gapirishni bilasiz faqat. Menga qarang. Birinchidan kosmetikamni o'sha vaqtida olib berishingiz kerak edi. Erta-indin deysiz. Qachongacha kutishim kerak? Ikkinchidan, opangizga men enaga emasman, tushundingizmi? O'zi qaravasin. O'zi uchun tuqqanmi, men uchun tuqqanmi? Uchinchidan, Malaxotipes qo'li yo'qmi nima? Borsin bozordan sotib olsin. Nima men unga qilib berishga majburmanmi? Siz nima qachongacha meni emas, birovlarni o'ylab yashaysiz? Qachon xotiningizni bunday o'ylab, xotiningiz uchun qayg'urasiz? Sen o'zing muammo qilib tashlolsan, hamma bu narsani unaqa narsa emas lekin. Sen eringga nimaga gap qaytaraversan, kimga yoqadi bunaqa? Ha? Sen akangga yoqmasa kerak bunaqa keling gapirsa. Yaxshi, akam unaqa emas kenayimga mehribonlar, tushundingizmi? Короче, maqsadga o'ting. Xullas qaytmaysanmi? Qaytmayman. Aniq. Yaxshi, bir kun aqling kirib qolarsan, erga qanaqa muomala qilish kerakligini, erga gapirganda jim turish kerakligini, erga tik qaramaslik kerakligini bilib olarsan. Yaxshi bo'pti. Borim shu. Yoqmasa o'zingiz bilasiz, tushundingizmi? Bo'pti, xullas. Charchamang. Qilasiz, kerak bo'lsa. Hamma aytgan ishimni qilib qo'ydingmi? Hammasini qilib qo'ydim aka. Ha, yaxshi. Menga qara ukam. Ana Farhod bor-ku, o'shani imkon qadar oyligini tezroq qilib berishga harakat qilinglar, xo'pmi? Qiynalib, birovlardan qarz so'rab yurmasin yana. Lekin ana boshqa ishchilarni ham oyligini imkon qadar tezroq harakat qilib berish kerak. Birinchi o'rinda o'sha oyliklarni harakatini qilinglar deb beringlar, xo'pmi? Keyin u yoqda ozgina pul qoladigan bo'lsa, bizga olib kirib berasan, foydasini. Men qarab. Hozir. Assalomu alaykum. Nima sani qo'ling o'sib qoldimi? Ha? Tushunmadim, nima unaqa deb. So'te? Yaxshi gap gapirmayapsiz aka, tinchlikmi, nima bo'pti o'zi? Ayollar uradigan olib qoldingmi? Yo'q, xezale. Kuching ayollarga yetdimi? Mard bo'lsa, erkak bo'lsa, erkaklar bilan urish. Mana ur meni. Nima qilasan o'zingizlarga qo'l ko'tarib? Men ayollarga qo'l ko'taradigan odam emasman. Kelib aytdi-yu. O erim uryapti deyapti. Bir marta emas, necha marta ursa? Bekorga urdi demasa kerak. Urgandirsan, urdi degandir. Yo, bir marta urmabsan. 2 marta urmabsan. O'zi necha marta turibsan? Bu ham endi kelib menga aytdi. Endi u sizni singlingiz aka, sizga qanaqa ma'lumot yetkazgan, nimani gapirgan menga qorong'u. Siz singlingizni o'zingiz yaxshi bilasiz qanaqaligini. Men singlingiz bilan yashab turib ham bilmayman u nima bo'layotganini. Yo'q, bekorga kelib aytmayotgandir menga. O'zi gapirmoqchi emas edim, lekin majbur qilyapsiz-da aka. Sizni ayolingiz, ya'ni kenim sizga gap qaytarsa, siz bilan tiklashib gaplashsa, gapingizni ikki qiladigan bo'lsa, qarindosh urug'laringizni bir tinga olmasa, hurmatini joyiga qo'ymasa, er o'rnida ko'rmasa, nima qilardingiz? Avvalambor meni xotinim unaqa qilmaydi. Xudo ko'rsatmasin, agar shunaqa qilgan taqdirda ham birinchisida tushuntiraman. Yaxshi gapiraman. Ikkinchisida chotga tushuntiraman. Uchinchisida o'sha qulog'im tegdi sho'la qaynataman. Aka, meni aybim shu sizni singlingiz meni bir tinga olmagan paytda qulog'ini tegdi sho'la qaynatmaganim bo'ladi. Bir gapirdim, ikki gapirdim. Uchinchisida qulog'ini tegdi sho'la qaynatmasdan, uchinchisida ham chiroyli gapirdim. Lekin xarakterini ko'rsatdi. Meni bir tinga olmay gap so'zlarimni inobatga olmasdan men bilan tiklashib gap qaytardi. O'zidan ketib, keyin menga oxiri gapirgan gapi men siz bilan yashamayman deb chiqib ketdi. Qaysi erkakga yoqadi aka? Ota-onasini hurmat qilmagan, qarindosh urug'ini hurmat qilmagan ayol, eri bilan tiklashgan ayol yoqadimi kimlarga? Siz ham yashamasdingiz bunaqa ayol bilan. Endi bizani ham to'g'ri tushuning-ku, bizga vobshe boshqacha informatsiya yetib kelgan edi. Endi singlim umuman boshqa gaplar gapirgan edi. Endi u sizni singlingiz aka, sizga qanaqa gaplar gapirganini men bilmayman, lekin siz singlingizni xarakterini mendan ham yaxshi bilasiz. Aka, gap yo'q. Xohlasa kelsin-da, mana oilamizni tiklab yashaylik. Bo'lmasa ketdi, mana qaytib kelmasin umuman, boshqasiga uylanaman, bitta sizni singlingiz emas aka. Menga lichni, meni o'zimning talabimga javob beradigan ayol kerak. Meni hurmat qiladigan ayol kerak. Meni gapimni ikki qilmaydigan, men bilan tenglashmaydigan, meni qarindoshlarimni kerak bo'lsa o'zini qarindoshlaridan ham yuqori darajada hurmat qiladigan ayol kerak. O'shanga yarasha mendan ham javob bo'ladi. Xohlasa yashasin aka, olib keling singlingizni. Xohlamasa ana katta ko'cha
Men erkak kishiman, yolg'iz yasha olmayman. Tez harakatimni qilib bittasiga uylanaman. Kuyov bola, men bor uzr. Men вообще boshqa niyatda kelgan edim. Men o'zim borib bugun boshqacha gaplashib qo'yaman. Ha, tushunaman aka. Men bor uzr. Hop aka, salomat bo'ling. Boring. Hop. Abbakir, men aytgan ishni tezroq qila qo'y ukajon bo'ptimi? Vaqt ketdi, ta'liroq ko'rishamiz. Bo'pti. Men bugun borib kuyovingiz bilan ko'rishdim. Chetga tortib mazasini qochirmoqchi. Ozgina siz bilan biz shoshib qo'ygan ekanmiz. Ne? Mamma qizingiz bizga hammasini teskarisini gapiribdi. Umuman unaqa narsalar bo'lmagan ekan. Afsuslanib ketdim borganimga. Dash bechora borib bir marta chertmagan ekan umrida. 3 marta yaxshi gapirdim dot. 4-inchisi baqirdim dot. Hozir shu hamma gaplarga ishonib keldingmi? Bundan chiqdi seni yolg'on gapiribdi de. Bu pismig'ingiz eriga tikka qarab turib olishayotgan ekan, barobar olishayotgan ekan. Umuman aytganini qilmayotgan ekan. Yo kim bunaqa xotin bilan yashaydi? O'zidan o'zi yig'lamasa kerak bu qiz. Ko'zlari yosh bo'lib bir holda kirib keldi-ku. Buning o'zini xarakterini bilasiz-ku, bolaligidan shunaqa-ku. Erkatoy nimadir ish qilib qo'ysa, aybini bekitish uchun yolg'on gapirardi-ku. Yo to'g'ri, bu odati bor. Mayli xo'p, ajrashar. Ertaga boshqasiga erga tegsa, kim bunaqa xotin bilan yashaydi? Ko'p o'tmay narigi eri ham javobini beraveradi. Keyin yana xuddi shunaqa narsa takrorlanadi. Agar bunicha endi bundan buyog'iga qattiq ushamasa, bu ertaga boshimizdan egib qo'yadi. Siz ham men ham ko'chada yura olmay qolamiz. Quloqsiz qizi. O'zini hayotini o'zi rasvo qilibdi-de. Bo'ldi endi bunga qattiq turish kerak. Yaxshilab qattiq gapirib tushuntirish kerak bunga. Xo'p, nima qildingsan Bilolxon? Eri haydab borgan bo'lsa, hozir sen bilan men ham ko'chaga haydab borsak, qayerga boradi keyin bu? Haydab borurish kerak. Qayerga boradi? Boshini egib to'g'ri o'zini uyiga boradi. Boshqa boradigan joyi bormi? To'g'ri. O'zicha shundoq ham вообще ko'p erkalatvordi. Har kelsa ko'ningizni ochib kutaverib, yo'qotib yuboring uyiga ketsin. Iloji bo'lsa qadam bosmasin. Bir oyda bir marta kelsa ham ko'nglimiz birdek. To'g'ri aytvasan. Agar hozir sen bilan men ham uydan haydab borsak, qayerga boradi? O'sha uyga boradi, boshini egib boradi. Zori tavbasiga tayansa bu qiz. Esi yo'q qiz nima ishlar qilib yuribdi? Har doim kelganda xo'p durmini boshimizga chiqazordi. Hozir men shunda u bilan gaplashay. Hozir endi siz unga erga itoat qanaqa bo'lishini tushuntiring-da. Men o'zim gapiradigan gaplarim bor. O'zim bilaman u bilan hozir qanaqa gaplashishi. Aldash qanaqa bo'lishini men unga hozir ko'rsatib qo'yaman. Menga qara qizim. Qachongacha yolg'on gapirasan? Odam ham eriga tik qarab gap qaytaradimi? Men senga shunaqa tarbiya berganmidim. Nimaga eringga bunaqa gap qaytarding? Men senga nima o'rgatgan edim? Itoat qil. Nima desa xo'p degan. Nega sen bunaqa sapchiysan? Qatdan o'rganding bunaqa narsalarni? Nega eringga tik qarab gap qaytarding? Eringni qarindoshlarini, qaynona-qaynatingni hammasini bizdan ham yuqori ko'targin deb aytganmanmi? Hurmat qilgin deganmanmi? Nimaga hurmat qilmayapsan? Menga qara, sen o'zi kimga ishonmasan? Eringga shunaqa tik qarab gap qaytaradigan darajada. Akangga ishonmasanmi yo menga ishonmasanmi? Haddingni bilib yurgin. Bizning avlodimizda qaytgan qiz bo'lmagan. Tushundingmi? Qaytishi xayolingga ham keltirmagan. Sen yig'lab kelsam ota-onam ishonadi, akam ishonadi yolg'onimga deb o'yladingmi? Sen u bilan yaxshi bo'lib ketishing mumkin, lekin bizning mashtimizda qoladi o'sha kuyovga nisbatan nafratlarimiz. Sen nimani o'ylayapsan o'zi? Qara, mashkinaklaring, sen qilganingni mendan birini qilsin, menni kunini ko'rsatib qo'yaman ularni. Akalaringga tik qarab gapirmaydi bittasi ham. Sen kimga o'xshading? Erga itoat qilinadi. O'tirdisi o'tirasan, turdisi turasan. Nima desa xo'p bo'ladi deb itoat qilasan, tushundingmi? Sen bu yerda maza qilib yayrab yashayman deb o'ylamagan. Tushundingmi? Tur yo'qol, bu yerdan chiqib ket. Maya qarasinglar. Men seni 1 yil boqarman, 2 yil boqarman. Bir umr boqa olmayman. Ertaga menga og'irliging tushadi. Meni ham bola chaqam bor. Ertaga keling bilan nizo chiqadi. Men bolalarim bilan nizo chiqadi. Kim nima qilaman? Men oilam deymanmi? Hammaga ham o'zini oilasi kerak. Seni oilang o'sha yerda. Borganda o'sha yerda yashagan. Bu men uyim. Xohlasam haydab yuboraman. Men uyimga muammolaringni olib kelavermagin. Mehmon bo'lib kelgin bu yoqqa kelsang. Voy, seni uying o'sha yerda. Borganda o'sha yerda yashagan. Xullas, yig'ishtirgin de narsalaringni. Qaqqa borsang bor. Xohlasang ko'chada yurasanmi? Xohlasang o'zing uyingga borasanmi? Bor davay.
Men olib borib qo'ymayman. Qandoq kelgan bo'lsang, shundoq qaytib ketasan. Bor, narsalaring yaxshidir. Nega kelding? Meni kechiring. Mencha o'ylab ko'rdim-da, sendagi xotin bilan yashamas ekanman. Sababi eriga gap qaytaradigan, tik boqib tiklanadigan, eriga o'zini gapini o'tkazadigan ayollar umuman menga to'g'ri kelmaydi, menga yoqmaydi. O'shaning uchun bo'ldi. Sen o'zingning hayotingda yasha, men o'zimning hayotimda yashayman. Tinchgina alohida ajrashib yashaganimiz yaxshi bo'lar ekan. Unaqa demang adasi. Men hammasini tushunib yetdim. Akam ham biroz urishib berdilar. Ayol kishi nima bo'lgan vaziyatda ham eriga tik qaramaslikni, unga gap qaytarmaslikni hammasini tushunib yetdim. Iltimos meni kechiring. Yoshlik qilib qo'ydim. Endi hech qachon sizga gap qaytarmayman. Xo'p, tikir. Tushunib yetgan bo'lsang bo'ldi. Hech qaysi erkakga eriga gap qaytaradigan ayol yoqmaydi.